Mana qishloqqa ham keldim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Jiko. Bugungi videomizda sizlar bilan men o'zimning yangi qishlog'imni sizlarga obzor qilaman. Xo'p. Qanday ketdik? Menimcha yaxshi yoqadi deb o'ylayman. Xo'p, kirib kelish mana shunaqa do'stlar. Bu yerda yaxshi lekin chiroyli ko'rinar ekan. Kuznitsalar ham bor ekan. Bu kuznitsa ya'ni men uyim bo'ladi. Ya'ni bu uyda men seriallarimni, ya'ni videolarimni olaman. Xo'p, yaxshi. Almaston hammasini olib olamiz. Do'stlar, sizlarga bitta iltimosim bor edi. Shu videoga 10 ta like va keyingi video chiqadi. Ya'ni keyingi video nima haqida bo'lishini ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, yaxshi. Qaytgancha uzr. To'g'rilab qo'yaman. Mana. Do'stlar, bu qishlog'im maniki oldim. Bu qishlog'imni hozir tepadan ko'rishdaman do'stlar. Hozir kreativga o'tib ko'rishdaman. Chiroyli bo'ladimi? Chankni ham ko'taraman do'stlar. Xo'p. Chankni ham ko'taraman do'stlar. Xo'p, mana do'stlar kreativga o'tib oldik. Endi biz chankni ko'tarishimiz kerak, yaxshiroq ko'rinish uchun. Xo'p. Yaxshi lekin kattagina va chiroyligina ekan. Xo'p. 7 qilamiz, mayli. Ana bo'lmasam do'stlar, mana shu meni qishlog'im do'stlar, videoga 10 ta like to'plab bersanglar, yangi video qanaqa bo'lishini ham kommentariyaga yozib qoldirsanglar, keyingi video chiqadi do'stlar. Yaxshi ekan qishloq. Xo'p. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Jiko bo'ldim.